Assalomu alaykum, Kripto TJ kanalining obunachilari. Do'stlar, yaxshimisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamasdan yuribsizlar? Do'stlar, konkursga vaqtim bo'lmayapti, gapni ochig'i. Random saytini ham topish problema bo'lyapti. Bir kishi tashlagandi, u ish bermayapti, u вообще to'g'ri kelmayapti. Tak hol uni o'zim izlab ko'rganim yo'q, to'g'risi vaqtim yo'q uni izlab o'tirish uchun. Agar bironta biladigan bo'lsa, oldingi random saytini topib bersa yana yaxshi bo'lardi. Hozir bir ikkita saytdan pul chiqarishga harakat qilamiz. BNB saytini. Shotimda pulim kamroq. Hozir buni bir ko'tarib, o'yin o'ynab ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz. O'xshasa chiqaramiz, minusga tushib ketmasa agar. Xullas, mana bu 100% da. Buni haftaga qo'yamiz. Sayt o'zi qo'ygan minimalkada 50 ga 50 o'yin, короче. 48 ga 50 da. Shotimni 1000 tadan qo'yaman. Ketdik, ko'ramiz. Xullas, mana pastda 10 ta aylandi. 7168 plyusga berdi. To'xtatib o'ynash kerak. Bo'lmasa minusga kiritib qo'yadi. Yana 10 tada 7100 ta aylandi. Hozir shu o'xshasa ikkitaga chiqarib, undan keyin nima qilib qo'yamiz. 1.8 boyat 2 qilishimiz kerak. 2 bo'lmasa chiqarib bermaydi. Hozir narxlar ham ko'tarilyapti yana. Hozir hammasining narxi ham ko'tarildi. Dogecoin 14 rublga tushib qolgandi. Hozir 13 ga tushdi. Hozir yana 20 ga ko'tarilib ketgan. Ikkitadan qo'yib yubordim, biladi. 2000 tadan ketib qoldi. Katta summa o'ynamaslik kerak. Mayda summada ham kam o'ynash kerak hozir. O'sha ko'p plyusga beryapti. Mana bu yoqqa o'tkazib qo'yamiz buni. Plyusga ko'p bergandan keyin minusga ham ko'p berishi mumkin. Ikkita bo'ldi uje. Hozir komissiya oladimi yoki yo'qmi? 2-1 qilamiz, shu bilan chiqaramiz. Minusga ketdi, oppa. Xullas, bo'ldi, chiqaramiz. Fawcett Pay kosholokka chiqaramiz. O'tgan safar Dogecoin'dan chiqargan pulim ham albatta tushib keldi. Walletga kiramiz. 26 ta Dogecoin bo'lgan. Nechta chiqargandim yodimdan chiqibdi. Prosta tushib kelganini ko'rsatganim yo'q edi. Nimagadir tushib kelmadi, boshqa yoqqa ketdi degandim. U tushib keldi keyin. Bir soat oraliqda tushib keldi-da. BNBda ana 2-1 oldindan bor, 1.47. 1.47. $1.47. Hozir yana primerna shuncha chiqaramiz. Wizardga kiramiz. Bu yerga adresni joylaymiz. Mah bosamiz. Wizard bosamiz, ketdi. Mana pulimiz chiqib ketdi. Oldingi safar chiqarganimiz, bu safar ham o'sha mana $1.44 bo'lar ekan bu safar. Endi oldingi safar bu yerda $1.25 ko'rsatyapti oldingi chiqarganimda. U yoqda esa $1.44 ko'rsatyaptimi, qancha ko'rsatyapti? Sababi men chiqargan vaqtim dollarda narxi Dogecoin BNBning narxi arzon edi. O'shaning uchun hozir pending bo'lib turibdi. O'shaning uchun
Bu yerda $1.25 ko'rsatyapti. U yoqqa chiqargandan keyin narx ko'tarildi. O'shaning uchun 1.47 mi ko'rsatyapti bu yoqda. Hozir bu yerda undan sarigina kamroq ekan какой-то 1.44 chiqarib berdi. Tak. Undan keyin Litecoin'ga Litecoin'da chiqaramiz. Buni ham hozir payerga chiqaramiz. Adres olamiz. BNB tushib kelgan yo'q, mana 1.47. Litecoin'ga chiqaramiz. Litecoin'da ham $1.99 bor. O'shta chiziqchaga bosib depozit. Tak, mana buni kopirovat qilib olamiz. Endi Litecoin'ga o'tamiz. Litecoin'da 0.021 bor. Hozir chiqaramiz. Mana buni ustiga bossanglar, depozit bor. Depozitga emas, mana Wizropga kirasizlar. Wizropga o'tgandan keyin bu yerga adresni joylaymiz va pulimizni qo'yamiz. Hozir bu yerda 0.02 55 49 hamma pulni qo'ydik. Mana bu komissiya, mana buncha 0.1 bo'lishi kerak. 0.01 minimalka pul chiqarish bu yerda. Mana bu esa komissiyasi. Ozgina komissiyam oladi. Wizropni bosamiz, shu bilan ketdi. Pulimiz mana chiqib ketdi uje. Hozir mana bu tranzaksiyaga kirsak, mana chiqargan pulimiz hozirgi vaqtda $2.15 bo'lar ekan. Pending bo'lib turibdi, hali completed bo'lgan yo'q. Completed bo'lsa, keyin chiqarib olamiz. Depozit mana bu yerda ko'rsatib turibdi. Kecha depozit qilganman. 3 dan oldan keyin 5. Ya'ni nima uchun? Sababi Litecoin'da bor edi. Birato'la bir taqib chiqaraman deb buni bunga tashab ikkalasini bir joyda chiqardim. Shuning uchun bu yoqqa tashagandim. Hozir Solana'da ham chiqaramiz. Tak, hozir Solana'da ham chiqaramiz. Xullas, bu yerda men birinchi ochganda saligina kamroq edi. Ozgina ko'tarishga harakat qildim. Tak, hozir Faucet Pay koshologida ham какой-то Solana ham bo'lishi kerak. Pulimiz ham какой-то pulimiz tushib kelgan. Qaysi tushib kelsa ham BNB tushib ketdi adashmasam. Mana BNB $2.93 bo'ldi. Tushib keldi uje. Tak. Litecoin oldi tushib kelgan, Litecoin'dan oldi tushib kelgan yo'q. Bu yerda Solana. Mana Solana $1.16 pulim bor. 3 dan oldan keyin 66 короче. Depozit. Kopirovat olamiz adresni. Tak, Solanaga kiramiz. Wizropga bosamiz. Birinchiga adresni qo'yamiz. Maqni bossak, uje bor pulimiz qo'yiladi. Komissiya olmas ekan bosamiz Wizropda. Pulimiz chiqib ketdi bu yerda ham. To'g'ri $1 bo'lar ekan. Solananing ham narxi hozir ko'tarildi. O'tgan safar bundan ko'proq chiqarganman, qaranglar. 6.6 chiqarganman, hozir 5.6 chiqaryapman, lekin 6.6 95 bo'lgan. Hozir esa $1 bo'lyapti, 5.6si. Lekin u yoqda ko'rsatyapti $1 qancha. U chiqarganimda mana shuncha edi. Hozir yana ko'tarildi, o'shaning uchun
ko'proq ko'rsatib turibdi. Tak, bu ham pending bo'lib turibdi hali. Tak, yana qaysida bor hozircha vaqt to'xtab. Mana bu ton pikda bor ekan. Hozir uni ham chiqaramiz. Tak, o'tgan safar ton pikdan ham chiqargandik. Tak, 3 dollari 73 sent. Bittadan ziyod tonim bor. Buni ham chiqaramiz hozir. Bunga yana kiritamiz, depozit qilamiz. Bu yerda mana bu memo degan kod bor, lekin обязательно bu kod kerak bo'ladi. 53 61 136. Bu yerga adresni joylaymiz. Adres degan joyiga, mana bu tag degan joyiga o'sha kodni kiritamiz. Meniki уже mana bu yerda saqlanib bo'lib turibdi. Kiritaman va mah bossak уже shotimizda pulimiz barisi qo'yiladi. Va bezirib bosamiz, mana bu komissiyasi уже pulimiz chiqib ketdi. 62 sent bo'lar ekan. Bunga chiqardik bo'ldi. 6 kun oldin chiqargan ekanmiz. Tak, yana qaysida? Ton Kingda. Bunda kam ekan. Mana bundagina men bu yoqqa o'tkazganman, mana bu saytga. Bunda boru normal pulim bor, 500 rubldan oshiq, 5 dollardan oshiq pulim bor. Где-то 6 dollar, 7 dollar ham bo'lib qolishi mumkin. Buni faqat chiqarmayman. Nima uchun? Chunki silver o'ringa qarab harakat qilyapman. Silver o'ringa chiqqandan keyin yana qaytadan mana bu saytga tashlayman. Bu saytni silverga chiqarganman. Buni повтор goldga chiqarishga harakat qilaman. 40% goldga qarab yurgan. 8 ta nima ishlash kerak? BNB ishlash kerak. O'shanda men xolos goldga chiqaman. Buni yana qaytarib bu yoqqa tashab qo'yaman. Tak, boshqa adashmasam boshqalarida shotimda pulim kam. Boshqalarini chiqarmaymiz bakka. Narxlar bilan ham bir tanishtirib o'tib ketaman hozir. Asosiy kerakli narxlarni aytib o'tib ketaman. Mana bu pul Litecoin'da, mana shu yerda ozgina pulim bor. Какой-то bitta sayt har kun bir kun mobaynida o'zi shuncha chiqarib beryapti. Mana bu sayt. Mining sayt. Hozir adashmasam men bir chiqarishga urinib ko'raman. Hali 17 soat bor edi. Bilmadim bu qanaqa adres. Mana shuncha o'zi avtomatik qo'yadi adresni qo'yganlaringizdan keyin. Mana 1.4 nimasini oldi edi. Buni olsangiz вообще bu 3 ta Litecoin расход qilishingiz kerak. Bunga lutchi расход qilmaysizlar. Shu berganini olasizlar. Bezirib bosamiz. Bilmadim men hozir qanaqa adres qo'ydim, qayerda, qaysi kosholokda adresini qo'yganini bilmayman. Chiqaradimi yoki yo'qmi? Kecha men chiqarganim, hali vaqt bor edi. 17 soatdan keyin chiqarish kerak edi. Hali 4 soat vaqt bor ekan. 4 soatdan keyin chiqarsam bo'ladi. 24 soat ichida bir marta chiqarib beryapti. Mana shu pulni. O'zi avtomatik ishlaydi. 5 ta Litecoin bo'lib ketgan bu yerda. Men buni bilmadim qachon ochganman. 1 yil oldin ochganmanmi? 6-7 oy oldin ochganmanmi bilmayman. 5 ta Litecoin bo'lib ketgan qanaqadir. Yo menga biron priz berganmi, nima bergan bilmayman u yog'ini. Lekin buni hammasini chiqarib bermayapti. Mana shuncha kam chiqarib beryapti. Tak. Hozir men sizlarga narxlarni bir aytib o'tib ketay degandim. Vaqt ham ko'payib ketyapti. Уже 10 necha minut o'tib ketdi. Bybitga kiramiz. Tak, mana bu ikkinchisiga kirsak.
ko'rsatadi. Bizga asosiy kerak narsa Efirim saytimiz bor. 209 ming rublga ko'tarildi. Bitta efirim narxi shunchaga ko'tarildi. Solana narxi 14.300 nechiga ko'tarildi. Yana ko'tarilyapti. Tak, 11.000 ga tushib qolgandi qanchagadir. Mana bu ham XRP bu ham bor. Bu saytimiz ham bor. 203 rubl bo'ldi buning narxi ham. Dogen narxi 20 rubldan oshdi. 13 rublga tushib qolgandi orada. Yana nimagadir birdan ko'tarilib ketdi buning narxi. Tak. Litecoin 8430. Litecoin ham 6000 rublga tushib qolgandi. Bu ham ko'tarilib ketdi. Tronning narxi 22.35 bo'ldi. Tron 20 edi, undan ham ko'tarildi. Ton 289 rubl bo'ldi. 13 kopekasi ham bor, ko'tarilyapti yana dalishi. Ton BNB 56.300 qancha bo'ldi? 49 minggacha ham tushgandi. Orada bir oydan oshiq вообще hamma narxlar tushib ketgandi. Bir oy, 2 oy ham даже o'tib ketdi orada. Adashmasam, hammasini ham ko'rsatib o'tdim. Tak что asosiy bizga keraklarni ko'rsatib o'tdim. Xullas yana bitta sayt hozir yangi saytda Shiba'ning narxi qancha bo'lishi mumkin? Bizda mana bu sayt ochilgan, yangi sayt. Buning narxi непонятно, короче. Bu yerda narxini bilib bo'lmas ekan. Mana bu narxi. Mana bu narxda, короче. Narxi mana shu. Dollarda ko'rsatyapti. Xullas mana shuncha bo'lar ekan. Rublda ko'rsatmasmikan? Rublda yo'q ekan. Xullas narx hozirgi vaqtda mana shuncha, menimcha, adashmasam. Dollarda bu. Вообще kopekada, короче. Вообще kopeka. Betdan topish uchun juda vaqt ko'payib ketdi. Vaqt ketadi. Shuning uchun hozircha uni narxini ko'rsatib o'tirmayman. Xo'p do'stlar, videoni tugatamiz. Video shundan iborat edi. Hozir tushib kelgani. Tak 22 dollar 91 sent bo'lgan. Qaysi tushib kelgan bilmayman hozir. Valetga kirsak, Litecoin tushib kelgan 4 dollar 18 sent bo'lgan. Litekingdan tushib keldi bu. Keyin yana qaysini chiqardik? BNB tushib kelgan 2 dollar 91 sent bo'lgan. Solana ham adashmasam tushib kelgan. 2 dollar 1 dollar necha edi, tushib ketdi uje. 2 dollar 16 sent bo'lgan. Tak, ton ham tushib kelgan, mana biri 23 bo'lgan. 4 dollar 37 sent bo'lgan. Xullas, chiqargan pullarimiz video davomida ko'rib o'tdilaringiz, 100% to'lab berdi, 100% tushib keldi. Birinchi ochganimda 17 dollar edi, mana shu yerda agar ko'rgan bo'lsanglar, hozir 22 dollar 91 sent bo'ldi. Tak, 17 bo'lgansa 5 dollardan ziyod hozir chiqardim-da, xullas. Xo'p do'stlar, ishlaringiz omad. Video yoqqan bo'lsa like, podpisatsiya bo'lishni unutmangizlar.